观众，你们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目《Payvideo丝绸之路之声》第2阶段的对决赛。我是主持人李嘉德，欢迎大家收看我们的本期节目。Salam ekran aldıdaki aziz görmeler, naq maydandaki suyumlik ustazlar. Көрüvatqınыңlar Ürümçi Radyo Televiziya Stansı bilen Şinjan Buğra Medeniyet Tağıtış Şeklik Şerikti birlikte uyuşturgan çoğun tiptiki televizya tor universal sanat programısı 5. karar Payvideo Yipek Gülü Sadasının 2. basqıçı beyge. Kemini Nicat ve Yağıtı Nemanglağa sevginişlik salam, ali ehtiram. Sizler için hizmetli bulalığalıqımdın özemli bəxtiki sıqıb durubdu mən. Nakşam sahnede öz çulasını tapıdı. Güzellikim Payvideo yürüşlük kırım buyumları bilen culasını tapıdı. Payvideo. Tabiiylik ve saflıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 好的，各位导师，我们今天有幸邀请到了著名中低音歌唱家、国家1级演员刘志英老师。那掌声有请刘志英老师上台。向着东方，剑影刀光，军马奔放，一波英雄史诗，我的荣光，我把西遥万国敬仰。一部英雄史诗，我把西遥万国敬仰，一部英雄史诗，我把西遥万国敬仰。东归向着故乡，辽阔草原苍狼飞扬，一场伟大长征，我的梦想，我把西遥万国颂扬。东归向着吉祥，富饶流于天鹅翱翔，一座民族丰碑，我的脊梁，我把西遥万国流放，一部英雄史诗，我把西遥万国流放，
西呀万古流。İlyas bilan Dilshod ikkisi Ürümchida. Yana kelib ikkisiniki tanlagan naqshi nim bo'lganlik, seg'inish degan naqsh bo'lganlik uchun ovoz bir keldi. Ovoz to'g'ri. Ovoz bir keldi. Uni o'ziga ikkilis bir naqshni aytishni qaror qildi. Undaq bir naqshni ikkan aytinglar. Deyish bilan bularni aytib rozilik bilan bo'lganish bu. Hech qachon majburlash bo'lmadi bu arada. Hammasi shuna xursand bo'ldi. Hattoki ba'zilar nima qilishni bilmaganlar mening qarorimdan keyin o'zlari bir qarorga keldi. Endi navbatda sahnaga chiqadiganlar İlyas Baxtiyor bilan Dilshod Ibrohim. 大家好，我叫 Dilshod Ibrohim. Yaxshimisilar ko'pchilik? Men ismim Dilshod Ibrohim. 大家好，我是 İlyas Baxtiyor. Yaxshimisilar do'stlar, men İlyas Baxtiyor. Birinchi aylanma musobaqa televizorda qo'yilgandan keyin atrofimdagi do'st birodarlarim, urug' tuqqanlarimning menga bo'lgan inkosi intayin qizg'in bo'ldi. Bu qitimqi ikkinchi aylanma musobaqada Dilshod ikkimizni bir guruhga bo'libdi. Ikkimizniki ovoz sharoiti bir kelgachga shunga Ayshugul muallim bizga seg'inish nomidagi naqshini o'zining bir naqshisini bizga berdi. Ovoz tugdi endi. Endi faqat ijro. Biz mush naqshining ichida yashaymiz. Yo'q, bizning qichil bo'lsan qanday bundan aytolmaysan, sen chiqsang, biz ujaning odam hozir biz bir ko'rib qolgan odamni qichil bo'lsan. Dilshodning ovozi shunday yaxshi ekan. Uningga omad tilayman, ham o'zimningmi yaxshi holatda sahnaga chiqishim uchun tirishman. İlyas og'inam sening sahnada eng yaxshi bir tarafingni ifodalashingni chin ko'nglimdan umid qilma. Hem menmu bari kuchim bilan tirishima. Sahnada ko'rishaylik. Tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari bilan har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek ilgirlayotgan e'lonsiz, suzuk va sarxil filmlar mujassamlangan izlash app detali alohida talab qildi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari, shunaqla tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari alohida qo'lladi. Bundan boshqa programmamizni yana Sertan algat şifası qatarlıq patentlik, alqışlıq mahsulotlari bilan har millat iste'molchilarimizning yoqtirishiga muyassar bo'lgan Xinjiang Yengilnur Biopantexnika cheklanish shirkati alohida yordam berdi. Biz mana shu munosabatda programmamizda qo'llagan yordam bergan shundaqla yaqin turgan barliq shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga izchil turda programmamizning ko'rilish nisbatining yuqori bo'lishi uchun bizga hamroh bo'layotgan ekran oldidagi suyumli ko'rmanlarimizga, jumladan sizlarga egilib turib rahmat deymiz. Rahmat sizlarga. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash app detali mayirlarga omad tilaydi.
Yarını keptu yügrep çıkay başım bilen yar ne keptu desen yügrep çıkay başım bilen yar yürgen koçlarga su sipey yaşım bilen yar yürgen koçlarga su sipey yaşım bilen Hecep mekanmedin yâri yoluma bargıdek buldum Hecep mekanmedin yâri yoluma bargıdek buldum kolum koştukça kalip yürekni yargıdek buldum kolum koştukça kalip yürekni yargıdek buldum Sen sevgindin muamini men sevgindim guasini Sen sevgindin muamini men sevgindim guasini Sen kayeriyim sevgindim men yüreğimdesini Sen kayeriyim sevgindim men yüreğimdesini men yüreğimdesini men seni Ada sulama. Suğa oxşamamsa. Isil näsden bir sıvadıç. Yaşan badam kuvvet içimligi. Ussuzluq hem kuvvet. Rahmet.
Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahasındakı qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi. Acayip qaldı salatı bu naqshni o'rlab berdilar, yaraysizlar. Navbatda biz hamda tavsiya bosqichiga o'tib ketamiz. Ablat muallimning bu naqshga bo'lgan tavsiyasini anglab boqaylik. Mening tavsiyalarim İlyas. İlyas. Mübarek olsun. Xo'sh, Mevlam muallim. Menmo İlyasning aytqanidan bakroq zo'qlandim. Shunga İlyasni tavsiya qilaman. Xo'sh, Aygul muallim. Albatta bu ikkilaylarning alohidligi bek jiqqa. Desak hamda farqi mi jiqqan, alohidligi mi jiqqa. Mening tavsiyalarim İlyas. İlyas. 3 nafar yetakchi o'qituvchi Aygul muallimga savodosh İlyasni tavsiya qildi. Unaqda navbatda yana o'xshamagan fikrlar, o'xshamagan tavsiyalar bo'lamdi ekan. Abdulla ustoz. Sizlarmi to'g'ri dedinglar. İlyas bak ozodi, menga rohat tuyg'u edi bugun. Ana azad etdi. Hichda bir qiyinchilik yo'q. Mavo bilanmi Nayt ovozning aslidagi to'g'riroq ovoz keldi. Buni ovozda bo'mliq va biroz. Rahmat muallim. He? Rahmat. Kim rahmat dedi? Tom ovozni bo'shdan chiqarish kerak-ku odatda. Qo'rqib ketdim, og'zi jim turdi bir yerda. Ayshigul muallimning mavo nusxasi mana rasmiy bizga bir o'lchamlik valiz naqshisi bo'p yetib keldi. Men mavo Abdug'anjonni tavsiya qilay. Nima qo'ygan ismim qarab mavo. Dilshod. Buldu. Dilshod. Abdullah ustoz sizni tavsiya qildi. Shi muallim. 二位唱的都很好，两个人应该说是不分上下。我还是推荐 Dilshod. Rahmat. Xursand bo'ldik. Ikki nafar mayirimizga ustozlar o'zining tavsiyasini bildirib bo'ldi. Ayshugul Muhammad xonimning bugun mushu naqshini bizga tanlab ekilishida va yaqin mayirlarga tanlab etkizishida cho'qim o'zining ko'nglida o'ylig'ini bor. Ham bugungi natijani ko'ngilda chiqarib bo'ldi deb o'ylaymiz. Sizning baho so'zingiz, shunaqla tavsiyangizni bir anglab olsak. İlyas bilan mushu Dilshod ikkisini bu naqshni tanlash bir kelib qoldi. Shunga Dilshod bilan bu İlyas ikkisiga mushu naqshni böldüm. Çünkü ikkilisinin bu naqshi bo'lgan muhabbati bir yerdan chiqib qoldi. Bugun bularning ifodasidan rozi oldingizmi? Bu chiqib aytganda qarang tajriba bilan bo'ldi ekan. İlyasda sahna tajribasi bor. Endi ama Dilshodda sahna tajriba kam. Çünkü bular endi o'qish bitadi, unchalik jiq sahna bilan yüz andaq uchirish bo'lamidi? Ham mushkil uslubdagi naqshlarni aytilgan sahnalar texmi kam. Shundaq. Men bundan keyingi musobaqaningki ehtiyoji uchun filmlar ilansız süzüp yenilmiştir. Vakalacı bu pakıtıp kırıp kılalayız. İzleş tercümanı devlet ortak dili yazığı ügünüşteki en önümlük detal. 200 mingdan artık sözlük ambar seplengen. Ahri iktidarlık. İzleş kirgizgüç, kolaylık ve köp iktidarlık. Tercüme iktidarı ve çolpallarına çıray ifadesi koşulgan. Öz əcri bilan hayotiy kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeşil yemeklik ijozatnomasiga erishgan. Har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing Doğrugerlik Tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at.
Yoshing badam yong'oq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yong'oq quvvat ichimliklari. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. Dada apa qaranglar mao sardan soğuk su olgu içimligi. Soğuk su dedin o balam. Soğuk su içmey. Sudiya ayının kızlık çayını içeyle. Soğuk su emas, sardan soğuk su olgu içimligi. Hay adam, bu bala halva içimligi demdi nima? Yo'q, dada apa, bu Yenginoor şirketi ishlab chiqargan soğuk su olgisidan ishlangan ichimlik. Sardan soğuk su algı içimligi Sayram Kölü'nün evrişki elingan Tiyanshan soğuk su algısından işlengen. Sardan soğuk su algı içimligi. Sertan alga chipasısı qatarlıq patentlik ali mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yenginoor biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Meniki qararım İlyas. Mübarek olsun. İlyas'tan 5. qarar Payvideo İpekli Sadası programımızda 3. bosqichda texnikni yaxshi ifodasini namoyon qilishni umid qilamiz. Aramag'ash turing. Mushnaroq bir natija olib qolamni deb o'ylab boqqanmi? O'ylagan. Agarda mushunday natija olib qolsa qanday qilmaydigan? Nim deyish to'g'risida o'ylanib qolgan bayon. Xo'sh, anglaydi shu gapni. Aldı bilan mush ustozim Ayşegül Malim bana bek çık ajrlansin dedi. Mayli maktabda bo'lsin, maktabda 5 yil o'qish hayotimda nurg'ulg'an ajrlansin dedi. Yelimi ham to'xtamay ajr singdiryotdi. Bugun ifodam bek yaxshi bo'lmay qoldi malim. Bundan keyin texim tirishma sizga ko'pdan ko'p rahmat ma'nusing degan ajrlaringizga. Meni hozirgacha qo'llab quvvatlab kelgan ota-onamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Tinning salomat, ishlarining texim utuqliq yaxshi bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Bo'ldi, rahmat sizga. Yana yaxshi fursatlarda ko'rishishga omon bo'ling. Ustozlar bilan qo'shilish beringlar, rahmat. İnsan degan harman nima? Biz ko'paymiz shunaqan nima? İnsan degan harman nima? Qandaroq ahvoling? Yaxshi. Amma lekin chochlaring bek bezjuma. Bir maxfiyatlik vaqti bugun deb biraytay-a. Paridioniki ma chash yuz yo'qligi mana. Haqiqatan. Nochimam 2 soat kelsan birni. Rahmat. Shuni ishlasang chashlaring menikidek son bo'lib ketdi. Rahmat. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo sodichaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Fazilat Yasin bilan Adila Osman. Adila Osman mana bu shu 6-oyda o'qish bitdi. Bizning muqamsi bitdi. Ovozini bek yaxshi bilaman. Teşbihlerim ağam sizde. Shundaq. Fazilat Yasin mu ayni vaqtida bizning maktabda o'qigan kechonglar ma'rifida. Shu kuni mu Nahmadan ovozi kun ikkisining ovozi xalq naqshlarining cho'ng asarlarini udisidan chiqishga ovoz imkonlari va o'zlaridagi mahorat yetarlikka. Mana mushundaq sabablar bilan bir joyga kelgan o'quvchilar. Əmdiki növbətdə səhnəyə çıxdığını Fazilat Yasin. 大家好，我是歌手 Fazilat Yasin. Köpçülük yaxşımısızlar, mən Naqşi Fazilat Yasin buluman. 大家好，我叫 Adila Osman. Köpçülük yaxşımısızlar, mən ismim Adila Osman. Mən bu qatımqı İpek Yolu programmasiga qatnashib, Naqşam ekranda qo'yilgandan keyin shundoq yaxshi inkaslarni topshirib oldim. O'zim hayajonlandim, men shunday xursand bo'ldim. Bu qatımqı bosqichda mening pekiga tushadigan hamroyim Adila qiz ekan. Mening o'zimning ovoz sharoitiga qarata, ma'lum shu ketar bo'ldim degan g'uncha mahanglardan bo'lgan naqshlarni bo'lpadi.
Bu kuy sizga töven emasmi? Kuyni egiziltishning iloji bo'lsa egiziltib beqing. Gerçi bu naqsha xo'shlish naqsha emasmi? Bo'lgan bilan bu kayfiyatni bak yuqori aytmaymiz, lekin biliqi xo'shlish obrazga kirish bak muhim. Siz ashg'unchamni o'zi bo'langda. Asli beshini o'g'ol aytadigan, nurim aytadigandan sharoit tufayli. Sharoit tufayli endi siz hamma biroq aytadigan bo'lib qoldingiz. Asli bir qiz bir o'g'il aytadigan naqsha endi bu sharoit tufayli shunday bo'lib qoldi. Chiqma teshig'aroq chiqarib aytish to'g'rimi deb o'yladim ma'lumimda. Ovozimcha. Tuya o'qapti. Shu munosabat bilan ma'lumga shunday rahmatimni bildiraman. Ammo shu mazgil ichida bizga oz bo'lmagan ajrlarni singdirib, o'zining bilimlarini yetkazib degandek chiqdi balan chekdi hisobda. Rahmat ma'lum sizga. Bu qatim mayli natijamiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ikkimiz shu sahnaga chiqib, o'zimizga bo'lingan naqshini eng yaxshi holatda, eng yaxshi qiyofatimizda yaxshi o'rinlab tushsak, shuning o'zi yaxshi natija deb o'ylayman. Fazilatada sizga ham yaxshi bo'lgan natijalarni tilayman. Shuning bilan birga o'zimni tirishman. Oxirida Adila qizga ham yaxshi natijalarni tilayman. Qadrli do'stlar, har son İpek Yolu Sadası programımızga qatnashib natijaga erishgan mayırlarımızdan mukofot buyumlari ajoyib katta bo'lyapti. O'z navbatida 5-qaror Payvideo İpek Yolu Sadası programımızga qatnashgan mayırlarımızdan ichidan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi bo'lgan mayırlarımızmı nihoyatda yaxshi bo'lgan katta mukofotlarga erishgisi. Bizning birinchi bo'lgan mayırimizni Xinjiang Payvideo xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci bo'lgan mayırimizni bo'lsa Xinjiang Belikyar elektron fan texnik cheklanish shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mayırimizni Xinjiang Yashan tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan mayırimizni bo'lsa Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 5-chi bo'lgan mayırimizni Xinjiang Yingnur Biofan Texnika cheklanish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Shunlashqa mayırlarimizdan bu maydon musobaqada o'zining eng yaxshi holatini namoyon qilib, katta mukofotlarning sohibi bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartiq yurishlik qo'lonlari mayırlarimizga omad tilaydi.
Növətdə səhnəyə çıxdığını Fəzilət Yalçınның həmkarlaşqıçısı Adilə Osman. Onunki icra qıldığı nağısı Ğonçam dramasıdan mən gitar boldum. Yaxşımı ustoz? Qanday ahvoling, yaxshidingmi? Siz bu Sertan Alga chipasi obraz bo'lib ekansiz, qandayroq ekan bu chipasi? Rost yaxshi qara. Qanday yaxshi desang, hozirgacha sen ishlatib bakkan chipaslarning hech qaysi o'xshamaydi mana bu. Ishonmasang bir ishlatib baksan. Bo'ldi.
Sertan algı açış bastısı qatarlıq patentlik ali mahsulotlari bilan olqishga erishgan Şinjan Yeni Nur Biopentexnika cheklik şirkati mayirlarga omad tilaydi. Xo'sh, mana yuqorida Ayşegül Muhammed xanım başçılığındaki izlash gruppasidagi 2 nafar mayirimizning belgisini ko'rdik. Chiqinlarning bugun kelib kelgan naqshlaringlardan xursand bo'ldik. Ikkisining ovoziga o'rtaq bo'lgan naqshni izlash uchun Fazilat to'xtab bo'lmadi bir naqshida. Fazilat endi bir naqshni topdi, ikkisi birga kelib bo'lganda u naqshning benzusini chataq chiqadi da. Hopla. Shundan Fazilat naqshga to'xtab bo'lmasdan Adilaning jiq vaqti ketib qoldi. Bu yerda naqshi bor, tenkash yo'q. To'liq afsus bugun chiqqanlarningki tayyorliklar birga kelmaganlik uchun ayrim holda naqshi aytish ahvoli shakllanib qoldi. Ammo bu balkim anglag'uchilarimizga yog'da xo'shaqqan bo'lishi mumkin. Yaxshi bo'lgan ikki naqshini yoki o'zlari yaxshi ko'radigan ikki naqshni anglash fursatiga ega bo'ldi. Tavsiyachilarimiz qanday bir tavsiyalarni berdi va yoki eng oxirida qanday bir qaror chiqarildi. Biz musobaqa jarayoniga diqqatimizni og'diraylik. Aygul muallimni ko'rib boqaylik. Mening tavsiyalarim Fazilat. Fazilat. Muborak bo'lsin, Abdat muallim. Tavsiyalarim Fazilat. Tavsiyangiz Fazilat. Mevlam muallim. Mening tavsiyalarim Fazilat. Fazilat. Kichiklar, savodash Fazilatni tavsiya qilinglar. Bundan xo'sa, Shim muallim. Her işkilisining o'zininki alohidaligi bor. Ras. İşkilisi tan nait optan o'qidi. 充满了感情啊，充满了感情。把这个地方特色呢，都表现出来了。这是新疆的2首具有地域特征的，有名的民歌，这是有名的民歌。二位唱的都非常好，但是要推荐呢，我就推荐阿迪拉吧。阿迪拉，好的，感谢老师。我是喀什人嘛。喀什人伊犁民歌也有感兴趣的。对。所以我特别的欣赏2位姑娘。一个是唱了喀什的一个民歌，歌曲，阿迪拉呢唱这个伊犁，歌曲，这个我们经常说这个歌曲是民歌，属于民歌吧，但是它有这个作曲，很多我们喜欢的历史悠久的这些歌曲。我们经常一下子说成这个民歌，是民歌，但是有些歌曲都是有作曲家的。对。endi menmi Shin laoshiga o'xshash mana Adilarni tuyjan qiladi. Bo'ldi. Adilarni 2 nafar ustozimiz tavsiya qilibdi. Endi undaqda oxirgi qarorni Ayşegül ustoz qanday chiqardi ekan? Qaror chiqarishdan burun deydigan yurak so'zlar bormi? Anglab boqaylik. Bu ikkisiniki meniki chaqiriqimga qitilishda, vishinglarimga yozgan xatlarga javob berishda gap yo'q. Faqat bu yerda asar tanlab bo'lmay, ashulıq tanlagan asarlardan andoq masala chiqib, tug'anliq tillam shu mushunaq 2 naqsh aytishga sabab bo'lib qolganlar yeri bor. Shundoq. Ha, Adilarda mukammal bir ovoz bor, lekin sahna tajriba yo'q, ya'ni azroq o'qish bor. Lekin endi Adila davomli meni o'quvchim. Qanday vaqtda kes meni o'quvchim, dunyoning qayerga kelsa, u menga meni o'quvchim. Ham o'quvchingiz bo'lib bo'lgan. Shundoq, bo'lib bo'lgan. Xalqa vaqtida ikkimiz bir naqsh aytib ekranlarga chiqishimiz mumkin. Bu imkoniyatni men Adilaga berma. Ayşegül ustozning izlash gruppasi navbatdagi baygidan keyin chiqqan oxirgi qarori Bozg'u ikkilisini olgan bo'lsak, lekin bizning musobaqaning qoidasini buzsak bo'lmaydi. Men musobaqaning keyingi davomini ko'z tutib, mening oxirgi qarorim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Şinjan Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman.
sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan Dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Onun hedi nefeslerimni xushbarat qilib, ishonchimni oshirdi. Sen bilan har uchrashganimda hidlaringdan nasib xush bo'laman. Seg'inganimda olqishdan yedamni ko'raman. Olqish xushbarat seg'izlari mening tanlashim. Olqish. Şinjan olqish xalqaro savdo-cheklik shirkati. Yig'izda açsınız da mukafat çıkıdı. Tartık kola. Sertan algı çiş pastasını bilemsiz. Sertan çiş pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukuga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı çiş pastasını her birinlağı tavsiye kılman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech seher tang qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algıç pastası. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yeb keldik? Dilkar Nobeyji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiniz shu huzur. Kunda bir tal yeysiniz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi borgancha yashirsiz. Dilkan Nobeyjing. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangıcı. Taşkın aksıl talqanları. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning elchisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salobat bo'lish kerak. Salobat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Fazilat. Muborak bo'lsin. Fazilat. Rahmat, ustaz. Qutlaymiz. Muborak bo'lsin. 3-bosqichda ifodangizdan texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Mana aram ag'ashtiring. Sizning bugungi sahna kayfiyatingiz sal jiddiychilik ichida davomlashgan bo'lsa-mu, ammo ovozingizdagi turaqliq va yoki sizning aytgan naqshingizdagi ajoyib chiroyli lirika bizga yoqdi. Meni sizningmi sahnadan tushib ketish ilgari deydigan yurak so'zlaringiz bor. Oldi bilan Ayshulman sizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mush mazgilda shaxsan menga bo'lgan masalan boshqa dars berish jihatdan deymiz, boshqa turmush jihatdan deymiz. Shunday g'amxo'rliklaringizdan shunday xursand bo'ldim. Rahmat ma'lum sizga. Yana mush munosabat bilan o'zimning ota-onasiga shuna rahmatimni bildiraman. Hamda meni shunday beqib cho'ng qilib, shunday qo'llaydi uydagilar mush kasbimni. Shu mush sahnaga chiqishimga masalan o'qib degandek shunday qo'llab quvvatlab qilganlar bor. Shuninga chin ko'nglimdan beqib cho'ng qilganiga rahmatimni bildiraman. Sizning naqsh kasbini uzildirib qo'ymasligingizni buningga yana davomli o'zingizni yo'riq yulduzga aylantirish uchun tirishchilik ko'rsatishingizni umid qilamiz. Agar sizlar xohlasangiz Ayshugul muallim qatorliq barliq ustozlar yana davomli sizga ustoz bo'lib, sizga yetakchilik qilishni xohlaydi. Biz texmi go'zal sahnalarda ko'rishaylik. Rahmat.
çoğunlar öbezdeyli degende yaxşıroq tavsiye qiladigan öy bezekçilik şirketleri barmidi? Bor. Mushu Google xonli bezekçilik şirketiga barsanlar bo'ldi. Uyni bek yaxshi bezaydi, loyihasi shunday yaxshi, bahosimi bek muvofiq, ham sifat kafolati bor. Shu yerga beringlarchi. Mushu bizning Parido Yepak yo'li sadasining riyosatchisi Nijat Vali Yoqubmi ash shirkatda bezatgan. Ha, shundoq ekanda, rahmat-da. Muradil Rahman ve Daniyar Abduvali. Muradil Rahman 2 yıl avval o'qish bitadi. Ben bu yigitning maktabdagi ahvolini bilmayman, chunki imtihonlarga qatnashimiz. Endi bu yerda buningga sherik bo'layotgan kim Daniyar bu mening o'quvchim. Mening xizmatdoshim bu. Sizniki mana xizmatdoshingiz, o'zingizga mana muqam ansamblda ishlaydi. Ovozidan xabarim bor, ikkisiga bir xanzuj naqshi bo'ldim. Bu xalq naqshisi. Davlat tilidagi naqshida. Shunda. Şunun bilan bu ikkisi hazır bunun to'liq ödüsün chiqib, men yo'q ahvol ostida ikkisi o'makda uchrashib, mashq qilib davom qilib ketyapti. Navbatda sahnaga chiqadiganlar Daniyar Abduvali ve Muradil Rahman. Bularning ilib kelgan asri Shaptul chechiga ichadigan ashu joy.电视机前的各位观众朋友，大家好，我叫达尼尔·阿卜杜韦里。Televizor ekran oldidagi barliq aziz ko'ruvchilar, men izlash gruppasidan Daniyar Abduvali bo'laman. 大家好，我叫米尔阿迪里热赫曼。Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men bu qitimqi Yepak yo'l sadasi programmasining Ayshigul ma'lum gruppasiga kirgan Muradil Rahman bo'laman. Birinchi bosqichdagi naqsham qo'yilgandan keyin jamiyatda bo'lsin, idoramda bo'lsin, urug' tuqqanlarim orasida nayt çoğun bahalarını berdi, yaxşı fikirlerini berdi. Bulup ben özüm nayt xoşal buldum. Ondan başka meyli meninki yurttaşlarım bolsun, savaqdaşlarım bolsun, yoki urug' tuqqanlarim bolsun, hammasiniki madad tilakları, shundoq yaxshi baholari berildi. İkinci bosqichda men bizning gruppadagi Muradil Rahman bilan bir naqshni aytishga buyurildim.有我最人的故乡，桃树倒映在宁静的水面，老李怀抱着秀丽的春花，故乡是我仰望的地方。我愿驻守在风雪的边疆。故乡，终生难忘的地方。为了你的景色更加美好，我愿驻守。风雪的边疆。Eshqishq miya kichik islarda azroq jiddiylashish bor. Endi keyin bien azroq so'zildi juma. Bakmadım. Müşek bek mülçerlep kıvılana. Zayna tağu emese. Zayna tağu. Qancha tabiiy, qancha samimiy bo'lsa, shuncha yaxshi chiqadi. Ustoz bu jarayonda bizga nihoyat ko'ngil qo'yib, inchki holatda bizga bu naqshining hatto har bir puroqlarigacha bizga nihoyat ko'ngil qo'yib o'rgatdi desam bo'ldi. Bu qitimliq musobaqadami Daniyar akam bilan birga bu naqshini utuqliq ham muvaffaqiyat holda aytib chiqib ketishimni umid qilaman. Muradil akamning bu naqshini yaxshi o'rinlab chiqishiga ishonchim bor. Muradil akam g'ayrat qilgan, ikkimiz tirishib bu asarni yaxshi bir asar qilib chiqishga tirishaylik. Tabiiylik va safliqni asos qilib ishlangan ko'zur mahsulotlari bilan har millat iste'molchilar tomonidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Payvideo xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek ilgirlayotgan
e'lonsiz, suzuk va sarxil filmlar mujassamlangan izlash app detali alohida talab qildi. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi G'o'lliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik chekli shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizda Beyjing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik kolalari, shunaqla tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari alohida qo'lladi. Bundan boshqa programmamizda yana Sertan algat şipası qatarlıq patentlik, alqışlıq mahsulotlari bilan har millat iste'molchilarimizning yoqtirishiga muyassar bo'lgan Xinjiang Yengilnur Biopan Texnika chekli shirkati alohida yordam berdi. Biz mana shu munosabatda programmamizda qo'llagan yordam bergan shundaqla yaqin turgan barliq shirkatlarga minnatdorligimizni bildirish bilan birga izchil turda programmamizning ko'rilish nisbatining yuqori bo'lishi uchun bizga hamroh bo'layotgan ekran oldidagi suyumli ko'rmanlarimizga, jumladan sizlarga egilib turib rahmat deymiz. Rahmat sizlarga.在那桃花盛开的地方，有我可爱的故乡。桃树倒映在明净的水面，桃林怀抱着秀丽的村庄。养我的地方，无论我在哪里放哨站岗，总是把你深情地向往。故乡，生我养我的地方，无论我在哪里放哨站岗，总是把你深情地向往。在那桃花盛开的地方，有我迷人的故乡。桃园荡漾着孩子们的笑声，桃花映红了姑娘的脸庞。故乡，生我养我的地方，无论我在哪里放哨站岗，总是把你深情地向往。故乡，终生难忘的地方，无论我在哪里放哨站岗，我愿驻守在风雪的边疆。Siz bilan pekiga uchadigan mayirimiz kelinmaydigan bo'lib qolgachqa, hamda bizning necha vaqtdan qilgan tayyorliklarimiz inovatsiz bo'lib ketdi. Hamda sizga yangi naqsha bo'lmasam bo'lmaydi, ukam. Shunga hamda xizmatni to'g'ri tushunib, chuqum shu sahnada yaxshi holatda chiqishingizni bir umid qilaman. Juma, ishchinglar, ukam. Rahmat. Beyjing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Rahmat.
ekran oldidagi ko'rmanlarimiz xuddi naq maydondagi bizga o'xshashlam bu ko'rinishdan estetik zo'qqa ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanundaqda bu naqsh o'rinilib bo'lgandan keyin ustozlar qanday bir hissiyotga ega bo'ldi ekan? Abdulla muallim anglab boqayli. Mendan boshlig'iningmi? Qara. Men yana maballarni qarab boshqa ismlarni o'ylab o'tiribman. Anglayla. Absamijon degan bola ekan. Bu Doniyor G'oppar degan. Bu ham bo'lsa yaxshi bo'ladi deyman mencha. Rahmat. Ikkalasi yomon chiroyli aytdi. Ma Doniyorg'o yanıla çaqchaq bilan desak biz kichik vaqtlarimizdan tortib mushunday naqshni anglab cho'ng'ib. Muqomon Sabulning otaliq naqshisi. Shundoq. Maqomlarni nihoyat yaxshi aytadi qarang bu. Undan boshqa mana bugun qoyamtini bir ko'rsatib qo'ydi bu. Manda naqshlarnimi man saz aytadi. Ovoz chiroyli. Igiz, yangroq. Senda bu ovoz sharoit menda bo'lsa men allabirun Beyjingga ketdim. Allabirun Shapqil Chechak degan joyga ketdim. Aşağı ketdi. Yaxshi buni ovozi sharoiti. Bugungi ahvolda nihoyatda o'zininki shu qobiliyatini to'liq namoyon qilishga tirishdi. Eng yaxshi holatda dedim xiyolimda. Muradil bolammi bak nihoyatda umoqga bu. Bunda qaranglar. Cho'ng ekranda ko'ranglar buning ko'ziga samimiyatini qaranglar. Shuni qarab Samidiga ismini qo'yib qo'ygandim men buni. Yaman sapdil bir baladek turdi Ayşegül malum. Qalbi bek pokiz baladek ashna his qildim. Bu lekin menimcha o'qiyotidiku deyman. O operada sizlar bir qarg'anda Ben Muradil rahmat shu. Grim qilib oldingmi? Azroq fandiye surib. Bas sen hozir. Samimiy javob berib, grim qilib oldingmi, azroq findiye surib oldim. Mushundan bu balalarning aytgan oqko'ngil Sabiylikmi ham ifodalanib turyapti. Ajoyib oq ko'ngil bola. Endi sizlar bek chondirib qo'ydingmi? To'dimoq sila olay degan. Bu lekin bizning idora kagli uzun bo'lmadi. Lekin ifodasi yaxshi. Men bunday naqshlarni aytganimni anglamabdi ekanman. Endi men nima keldi? Son kelganda endi Ayşegül ma'lumga tavsiya qilganingiz. Tavsiyarim qanday qilsam bular. Bu rostbek tez bir ish oldu. Bo'libmi Abdulla ustozga nisbatan. Unda olsa siz bugungi ifodasiga qaramay yo'q oldin ketib qadar aqidachligimni desam, Doniyorni ko'rsatsam bo'ldi. Men idoramdagi boladay desam, u toza to'g'ri bo'lmaydi. Endi birsi o'tib ketsin. Chaqchaq olsun. Bugun chosh pasoni yoki kiyinishi qarta. Yeshina çok shirin qarta bir nima deydi. Anlaydi. Ammo balamni men o'zim keyin kempet uning buni bilan oldi olaman. Men Doniyorni tavsiya qilaman. Ma'qul. Rahmat. Muallim. 这是一首大歌，大家这首歌呢要唱好，难度很大啊，难度很大。但是呢，这二位选手呢，应该说非常优秀，两个人各有各的风格，都把那个感情唱出来了。这个感情是到位的啊，感情是到位的。真的要说谁第一谁第二，我没办法分辨。但是二选一，我还是选这个马尔蒂。他的感啊，好的，谢谢老师。这是Abdullah 老师这个提的意见啊。Men shuncha suiqasd qilsam sizlar oshkor qilyapsiz. Bu endi yaxshi rahmat sizga. Rahmat. 其实看来今天我们这两位选手表现的都相当不错，而且都是我们非常年轻有为的青年歌手，所以很难推荐。Buldu. Allah'ın efendim. Bu ikkalan haqiqatan degandek bir tezliki bor, bir munavvar naqshini nihoyatda yaxshi o'rnab berdi. Ondan Doniyor kodi shopir bo'lgandan keyin bu naqshni bek rahat, xuddi tomoq yegandek rahatchilik ishtiho bilan aytib kelib bir-birlisiga tas qaltiksini topolmag'ili. Azroq qusur chiqamsaqmi bo'lmaydi. Muradil nihoyatda astoydillik bilan, azroq boshda jiddiylashim bor, lekin nihoyatda hushyorlik bilan aytib yaxshi tugatdi. Endi men umumiy jihatni aytganda yana Doniyorni tavsiya qilaman. Xursand bo'ldik. Rahmat. Ablat muallim. Har ikki mahir shunday o'zgacha xosligi va ovoz
Nəhayət yaxşı, avaz şəraiti yaxşı, icra sübutimi yaxşı ekan, nəhayət yaxşı həmkarlıqda bu dövlətimiz işidiki intan nadir bolğan, həmməylərə tunuş bolğan bir naqşı. Bunu yana bular ağzıdan özgüçilik bilen nəhayət yaxşı sübətdə, yəni yaxşı icra bilen anladıq. Məncə bu işgərlərdən ki, hər ikilisinin avaz tərəfdəki xaslığını, həm icradakı xaslığını yaxtırdım, rastla. Bək özgüçe, mənim ki alaydı boldu, mənim ki tazı bolmadı degan məndə fərq məncə bolmadı. Lakin həm də şu ikisidən birgə tavsiyə alıb qalsa, həm də şu Ayşegül müəllimə Məhəmməd Daniyarına tavsiyə qılayım. Rəhmət usta. Qırsam olduq. Aygül xanım, sizdən tavsiyəniz. Shunday yaxshi o'rnab berdinglar. Endi tavsiyaga kelsak, tavsiyarim Daniyar. Rahmat. Bulduğundaqda tavsiya bosqichi o'tib ketdi. Eng oxirgi qarorni yana Ayşegül müəllim o'zi chiqirdi. Qanundaqda Ayşegül müəllim siz oxirda bugun zodi kimni tanlab qoldigansiz? Meni oxirgi qarorim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orom baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga bag'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir fasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Dada apa qaranglar mao sardan soğuq su olgi içimliki. Soğuq su dedin o balam. Soğuq su içmey. Sudiya ayının kızlık çayını içeyle. Soğuq su emas, sardan soğuq su olgi içimliki. Hay adam, bu bala halvi içimliki demdon nima? Yo'q, dada apa, bu Yangi Nur şirketi ishlab chiqargan soğuq su olgisidan ishlangan ichimlik. Sardan soğuq su algı içimliki Sayram köyünden Avrishga elingan Tianshan soğuq su algısından işlengen. Sardan soğuq su algı içimliki. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşqunluq va ishat Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanni sundab tezlikda qaytib, qani ishim mehmonlar desam, kola bulam shundaq bular. Deb bo'lib hashab o'chganda. Yig'izni açsınız da mukofot chiqadi. Tartiq kola. Öz əcri bilan hayoti kuchi urg'ib turgan. Davlatning yeshil yemaklik ijozatnomasiga erishgan. Har xil yosh qatlamidagilarning ichishiga mos keladigan, menga quvvatlash ichimliklarini ishlab chiqargan Yoshing Dorigarlik tibobat mahsulotlari zavodidan sovg'at. Yoshing badam yangoq meg'izi quvvat ichimliklari tabiatdagi soplik bilan quvvatning mujassimi. Yoshing badam yangoq quvvat ichimliklari. İzdaş aptitaldagi filmlar ilansız, süzük, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yoziqi o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan.
Daniyar Abduvali. Mübarek olsun. Daniyar'ın 3. basqışga kirganligini qizg'in qarshi olamiz hamda qutlug' tilaymiz. Mübarek olsun. Xo'sh, aram ağaçda sanglar bo'ldi. Marhamat. Menimcha bugun garchi vaqtli sahnadan ayrilib to'singizmi, Daniyardan iborat yaxshi bir birodarni tepib, tanishib, do'stlik o'rnatib bundan keyin yana davomli musha sahna ishqanlar tang naqsh etadigan imkoniyatlar bo'larmi? Biz tövəndə köp məşqlərdə bulduq. Amma ma'lum bizga shundaq taklif fikrlarni yaxshi mazmunlarni o'rgatdi. Mush jarayonda Daniyar akam menga nisbatan hamda hurmatga cho'ng, yoshga cho'ng, mush naqshlarning tekstlarini o'rganish, banzolarining kuyini tushirish, yuqori ko'tarish bo'lsin, shu jihatda meni izzatliga asosda shundaq yaxshi muomalalarni qildi. Ham biz shu asoslardimi, shu jarayonlardimi siz bayam deb o'tgandek naqshlarda birlikda hamkorlashadigan ya bo'lmasa keyinchi bilan naqsh etadigan fursatlar keldiganligini deyishgan. Mushunda nayt xush bo'ldim. Daniyar akamning buningki ishlarga nayt utuqlarni tilayman. Bugun yengib chiqqaniga muborak bo'lsin. Cho'ng opamning bu yerda menga singdiga ajig rahmat. Menga umringizning uzun bo'lishini, taningizning salomat bo'lishini umid qilaman. Cho'ng opamizga salom yo'llaymiz. Rahmat. Uningki mening oiladagilarim, adilarim bo'lsin, akalarim bo'lsin, bular shunda qo'llab kelyotidi. Mushlarning turmushiga baxit, xotirjamlik tilayman. Undan keyin Ayshigul muallim, jafo chekdingiz muallim, mush jarayonlarda muallim bilan ko'rishib, mayli uylarga boraylik yoki lo'yin panlarda naqsh o'rganaylik degandek bo'lsin. Menga shundaq yaxshi taklif fikrlarni berdi. Muallimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Jafo chekdingiz ustoz. Rahmat Muradul. Sizning kasbiy hayotingizdan texim yo'riq bo'lganligiga ishonaman, chunki Abdulla ustoz sizga cho'qim har kuni idorada yaxshi ta'limlarni bergandan boshqa mag'dursizlangan vaqtingizda yanchiqdan 2 tal kampitni olib sizga madad qilib bera oladi. Shunlash hozir Abdulla ustozni chin quchoqlab qo'shilishib olsangiz bo'ladi. Marhamat. Pek işim püştü qaramida qiziqarliq, yaxshi filmlarni beradigan abdeytallar bormi? İzdashni tushiraka? Uni qanday tushiramiz? Tushirg'ak izdash deb qolsam bo'ldi. Bo'ladi ekan. Rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash abdeytali mayirlarga omad tilaydi. Əmdiki növbətdə səhnəyə çıxdığını Variscan Abdullah. Variscan Abdullah'nın şeriki Wang Feifi xizmət münasibəti bilan bu müsabiqə kelənmədi. Şuna Peridio qrupsidən, yəni Abdullah ustazın qrupsidən Abduvali Qupur əmkarlaşıdı. Ən beş naqş etdiyini Variscan Abdullah. 大家好，我叫瓦日斯江阿卜图拉。Yaxşımsızlar köpçilik. Ben Ayşegül Malim, izdash gruppasidan Variscan Abdullah bo'laman. 大家好，我叫 Abduveli. Köpçilik yaxşımsızlar, ismim Abduveli. Yipek Yolu Sadasi Xush Ovozlar sahnasi programmasi sahnada qo'yilgandan keyin mayli ota-onalarim bo'lsin, mayli urug' tuqqan do'st birodarlarim bo'lsin, nihoyat xush bo'ldi. Mendan faxrlandi. Doktorxonada kasbdoshlarimmi bizning aramizda mushtarak bir odam chiqibdi, naqshni yaxshi etgansa degandek rag'bat so'zlari menga texmo ishonch ato qildi. Bu qatim Ayşegül ustozimning menga bo'lgan naqshi vatan temisidagi naqshi bo'lib, mening kasbim usul bo'lganlik tufaylidan mening naqsh etish, naqsh o'rindash jihatdan nurg'un kamchiliklarim bordi. Bu jarayonda ustozim menga ovoz ilmi jihat bo'lsin, ovoz chiqarish, naqsh o'rindash jihatlarda bo'lsin, ko'plagan bilimlarni o'rgatdi. Akhirban vatan degan yerlar bor. Onun masala yo'q qana. Shu. Andan mening his qilganim hozirda. Yana mashq qilish kerak ekan. Mesela mehring bilan hissiyat, texnim meni hissiyat talab qildi ekan bu naqsh ma'lumcha texnim mehring bilan
day day da day. Bu mediye emasmi vatanga? Vatan, vatan, vatan. Jirekten chiqarib berish kerak da mediyani. Resmi aptapdek aniq etish kerak. Bu jarayonda ustozim menga naqshi o'rindash jihatda hamda naqshidagi ba'zi so'zlarni talaffuz qilish jihatda oz bo'lmagan bilimlarni o'rgatdi. Ustozimning menga bergan bilimlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Mayli keyingi bosqich musobaqada kim bilan raqobatlashay, men keyingi bosqich musobaqada o'zimning naqshisini yaxshi aytib, o'zimning mahoratni yana bir qatim joriy qildirib, ustozimning mendan kutgan umidini aqlashga tirishman. Boshqa mahalllarning texmo g'ayrat qilishini, musobaqaning utuqliq bo'lishini umid qilaman. Qadrli do'stlar, har son İpek Yolu Sadası programımızga qatnashib natijaga erishgan mayırlarımızdan mukofot buyumlari ajoyib katta bo'lyapti. O'z navbatida 5-qaror Payvideo İpek Yolu Sadası programımızga qatnashgan mayırlarımızdan ichidan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi va 5-chi bo'lgan mayırlarımızmı nihoyatda yaxshi bo'lgan katta mukofotlarga erishgisi. Bizning birinchi bo'lgan mayırimizni Xinjiang Payvideo xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci bo'lgan mayırimizni bo'lsa Xinjiang Belikyar elektron fan texnik cheklanish shirkati izlash abditali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mayırimizni Xinjiang Yashan tibbiy dorigarlik cheklanish shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. To'rtinchi bo'lgan mayırimizni bo'lsa Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 5-chi bo'lgan mayırimizni Xinjiang Yengnur Biopan Texnika cheklanish shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Shunlashqa mayırlarimizdan bu maydon musobaqada o'zining eng yaxshi holatini namoyon qilib, katta mukofotlarning sohibi bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Güllerge pürkengen güzel bu makam koynunda erkiler hayat yaşlığa şeyda bulup bağlar ara bulbul sayrığa vatan vatan güzel vatan. Gülistan bağlarında yayrıgan çiğim Gülgü tolgan tağlarında yaşnigan çiğim Mihrin bilen gülge tolar benim bilim Vatan güzel Cungo Mihrin bilen gülge tolar benim bilim
bilen güzeldir hamon Xalqimizning baxt sende yaşnaydı hamon Senin bilen yaşnar zemin yaşnar zaman Vatan, vatan, ah güzel Cungo Senin bilen yaşnar zemin yaşnar zaman Vatan, vatan, ah güzel Cungo Vatan, vatan Əmdiki növbətdə səhnəyə çıxdığını Abdüvəli Qopur.世界寸步难行，我困在原地，任回忆宁静。黑夜里，祈求黎明快来临，只有你给我温暖晨曦。走到思念的尽头，我终于相信，没有你的世界，爱都无法给予。忧伤反复纠缠，我无法躲闪，心中有个声音总在呼喊：你快回来，我一人承受不来。你快回来，生命因你而精彩。你快回来，把我的思念带回来，别让我的心空如大海。世界寸步难行，我困在原地，任回忆宁静。黑夜里，祈求黎明快来临，只有你给我温暖晨曦。走到思念的尽头，我终于相信，没有你的世界，爱都无法给予。忧伤反复纠缠，我无法躲闪，心中有个声音总在呼喊：你快回来，我一人承受不来。你快回来，生命因你而精彩。你快回来，
快回来，我一人承受不来，你快回来，生命因你而精彩，你快回来，把我的思念带回来，别让我的心空如大海，别让我的心空如大海。Muallim kiyimni bek yaraştırıp giysiz. Qaysi markadagi kiyimni giysiz? Ben odatda dilkar kiyimlarni kiyman. Bu dilkar kiyimlar ham xonim qizlar shundoq yarashadi deb o'ylayman. Ham bek sufitimi bek yaxshi. Uning ustiga shunday yarashimliq raqlarniki sufitimi bek yaxshi bo'lg'achqa men shu dilkar kiyimlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Men mush yerga berib ko'rib baqsam bo'ldi ekan. Ko'rib beqing shundoq nurg'un posondir bor. Hoş ekran aldık aziz görmeler naq meydandaki bahalıqçı ustazlar. Növətdə diqqətinizdə buluyatqını 5-ci qarar Pavidio İpəkgül sadasının 2-ci basqıçı bəygə. Növətdə səhnimizdə bəygə üçüyotqan mayırlarımız Ayşegül Muhammed xanım qrupusidiki, yəni İzdeş qrupusidiki mayırlar bulub, bularning ayrim o'rinliga maharati qarta bizning yetakchi ustozlarimiz o'z tavsiyalarini bersa. Ablat efendim. Ma Varisjonninki ovoz sharoiti bak yaxshi ekan, shundoq kuchi va shundoq yo'riq ovoz. Lekin ovozda muqimsizlik bor. Ko'tarilib chiqib ketgan taraflari bo'lib qoldi. Endi Mavi Abduvalininki bu mening agar xatolashmasam sunnan aytgan naqshqu deyim ba. Sunnanmi mushu davlatimizdagi nihoyatda kuchli naqshchilarimizningki birisi. Hem bu naqshni bak yaxshi ijro qilgan. Ma Abduvali yeshiga qaraganda bu naqshni nihoyatda yaxshi ijro qildi. Uning ustiga bir shu Nikoy qo'ylar degandan oldidagi bir bilan shu avjiga ko'tarilgandagi shu hali chanyinsi bak yardi menga. Ha? Şu yaman bak güzel şundak yaxshi icra bo'ldi deb o'yladim şu taraflardan. Şuna meningki mübarek Ayşegül muallimga tavsiyarim Abduvali. Abduvali. Hoş, Aygül muallim. Varisjon shunda yaxshi o'rinladi. Yumshoq qismlarini yumshoq, yuqori avjlarini shunda chiroyli, bek chiroyli o'rindab kelgandim, işte qo'llarga shunda chiroyli rasmiy kasbiy naqshchilik qilib o'rnayotgandi. Shunda. Ayğıda ilqi turaqsızlıq bo'lib qoldi, ovozlarda qiyib ketish bo'lib qoldi. Lekin endi bundaq sababliklar degan bo'lib turdi-ku, endi shu iloj va sodir qilmasak yaxshi. Abduvali kelgan vaqtida biz mushu naqsh aytgan vaqtida iloj va mushu gap qilgan, mushu tabiiy holatga kelalsak bu eng yaxshi holatchu. Aytyapsiz, men yuqori qism bek chiroyli, lekin shunda ni qo'y qo'ylay Şeker aslında nefes berish kerak. Nefes, mesela biz naqsh aytayotgan vaqtda nefes to'xtab qoldi, bedanimizning ichida bir yil bo'lib qoldi, bir yo'la. Lekin ovozla chiqadi. Faqat ovozla qoldi. Amaliyotda biz naqsh aytganda ovoz bilan nefes birlashib ketish kerak. Siz shu nefesni bekroq kuchab qolsangizlar, bek yaxshi bo'lib ketgidek. Sizning hissiyat shunda yaxshi-ki, ma ovozingizning tusimi shunda chiroyli-ki. Shu nefes to'g'risida bir ko'proq izinlab bering, Jimo, bek yaxshi ketadi ovozingiz. Sizning tavsiyangiz? Mening tavsiyalarim Varisjon. Rahmat, xursand bo'ldik. Mening gap so'zsizlik qildigan tavsiyalarim Abduvali. Rahmat, xursand bo'ldik, Mavlon efendim. Shu muallim. Mening tavsiyam Abduvali. Rahmat, xursand bo'ldik, rahmat muallim. Qanchalar Abdulla ustoz, sizning tavsiyangiz? Abduvali, sening nechinchi qatim qatnashishing shu Xoshingga, bizning Shinjan Silo Xoshingga. 5-ci qatim emasdi. Yo'q. Bu mening 2-chi qatim qatnashishim. To'liq 2 qatim qatnashgan bu Abduvali degan balimiz. 1-chi qatim qatnashganda buni intayin og'ir mag'lubiyat bo'lgan. Bu balimizga shu chaqdimi talablarni degan. Tunji qarordimi? Tunji qaror. Tunji qarorda qatnashgan balim. Vaqtim deyman. Yaxshi maqana oldi. Batın. Kichikdim. Kichik vaqt 8 yil ilgari. Chiqqanlar ashada uchrashgan. Shundoq. Esimda qilishcha Abduvaliga men nurg'un talablarni degan. Naqshi musobaqasiga yana kelib qatnashish uchun qanday tayyorlik qilish kerak? Naqshiga nisbatan qanday muomala qilish kerak, pozitsiyada bo'lish kerak va qanchalik mashq qilish kerak bir chiqmoqchi bo'lgan naqshini. Uning keyindan bu 2-chi qaror maqitim musobaqa qatnashganda men bu balda nihoyat zo'r bir tirishchanlikning bo'layotganligini
gap anlaganligini, peti quloq emasligini, asli tajribasizlikdan boshda shunday bir xil xatoliklarni o'tkazganligini, buning o'rganish orzusining qattiq kuchliligini bayqab, men mushu Farido gruppasiga a'zo qilib qabul qilgan. Bugungi ifodasini intayin xush bo'ldim. Mushu naqshini u hozir saniga chiqqandila bu %100 bugun yaxshi ayta oladigan bir kayfiyatı chiqdi. Men bundan xush bo'ldim. Bu beyatib tursin. Endi varischammi yaxshi aytdi. Uningda masala yo'q. U naytdi ma'lum topshirgan topshiriqlarni %100 bejonidil ado qilish pozitsiyada bo'layotganini mana Aygulmo ko'ribdi. Hammamiz ko'rdik. Shundoq bo'ldi. Lekin menimcha mushu o'g'limiz ovozdagi balkim yana burg'un sabab bo'ladi bu yerda-chi. Ovoz bitib qolgan yoki charchab ketgan. Lekin bu musobaqa maydoni, o'yin. Tomoshabinlarga biz undan narsani tushuntirib olmaymiz. Endi ma'lum tushundirgan bilan. Shunga bugun shu varischamning ashunda sabablar tufaylidan ovozda egiz pastlik bor bo'lib qoldi. Shunga men garchi o'zimning beqib olgan balam bo'lsa-mu, men mushu Abduvalini tavsiya qilaman. Xursand bo'ldik. Rahmat. Xo'sh, Ayshigul ustoz, undaqda oxirgi paytlarda sizning Abdulla ustoz tavsiya qilgan Abduvali bilan o'zingizning guruhingizdan tavlab chiqayotgan ham o'zingiz yetaklayotgan varisdan iborat mushishga mayirdan kimga bakrak mayilligingiz bordi? Sizningcha kim keyingi bosqichingizga bakrak asqata? Varischam bizim maktabga imtihon bergan bo'lib, chaqiriq usuldan borgan. Emlat muzikada imtihon bergan ekan. Endi bu ishni o'ngshayman deganda bo'ptilar, usulda o'qib o'tib, hozir endi usul rejissyori. Lekin o'zi izchil naqshni yaxshi ko'rgashga, naqshini mushu musobaqa qatnashish kelish orqali ovozni bayqadim. Yana mush ta'tilda kelib, menda faqat ovoz darsi ilib kelgan yerim shu. Bugun ash naqshning eng oxiridagi sam benda ovoz qiyib ketish masalasi ko'rildi. Tekst unutib qilish, u bu nima to'g'ri tushuntirish mumkin. Azroq hayajondan birga ritmni chiqib ketish, yana bir qiyib ketishni biz xalq olamiga tushuntirmaymiz. Musobaqa raisiz, tanlash keskin. Qani birodarlar, qo'linglarni beringlar. Mening eng oxirgi tanlashim Abduvali. Muborak bo'lsin Abduvalining 3-bosqichga qadam qo'yganligini qizg'in qarshi olamiz, ham tabriklaymiz. Ishlaringiz qutlug' bo'lsin, tayyorligingiz puxta bo'lsin. Rahmat Abduvali, haqiqatan talayli ekansiz. Bu qadimgi talay fursatini ching tutishingizni umid qilamiz. Amaliyotda varischamning o'z kasbidan olqib, yana bir kasbda va yoki o'z yaxshi ko'radigan kasbda natija qozonishining o'zi katta bir muvaffaqiyat. Abiyam degandek, balkim siz naqshi bilan usulni birlashtirib, balkim texnik güzel bo'lgan sahna asarlarini bizga yaratib berishingiz mumkin. Shunlashqa biz har vaqt sizni muboraklaymiz, har vaqt sizga omad tilaymiz. Xo'sh. Rahmat. Mening o'zimning kasbi usul rejissyorlik. Usul rejissor bo'lsam, muallim zerikmay, terikmay menga shu naqsh o'qish jihat har xil texnikalik usullar jihatda dars berdi. Buningga Ayshigul ma'lum rost ko'pdan ko'p rahmat aytaman ma'lum. Jafo chekdingiz ma'lum. Sizga rost chin dilimda rahmat aytaman. Buninglik bilan to'xtab qolmayman ma'lum, davomli tirishaman. Yana davomli siz umrlik ustozim ma'lum. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Keling, har qanday sharoit keling. Mening ishigim, ko'nglim ochiq siz uchun. Rahmat ma'lum. Barliq ustozlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hammangizlar jafo tatdingizlar. Mushu munosabat bilan meni beqib o'stirgan ota-onamga, ayolimga, barliq urug' tuqqan do'st birodarlarimga, meni qo'llab turayotgan do'st birodarlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Hammanglar jafo tatdinglar. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat qilib ustozlar bilan qo'shish bilan marhamat. Santigan harman hülnime Biz köpteymiz şunağın yeme Ekran oldidagi aziz ko'rmalar, suyimli ustozlar, izlash gruppasining 2-bosqichi baygidagi musobaqasi mushada oxirlashdi. Albatta, programmamizni rasmiy yo'lini oxirlashtirish, ya'ni 2-bosqichimizni to'liq tamomlashdan ilgari menimcha bosh ustozimiz Abdulla Abdurim apandimning bu bosqichdagi xulosa so'zini anglashga ehtiyojimiz bor deb o'ylayman. Abdulla apandim, mana shu bosqichni bizga bir xulosalab bergan bo'lsangiz, shundaqla 3-bosqichga tayyorligimizdan texnik yaxshi bo'lishiga madadingizni berib o'tgan bo'lsangiz. Menimcha shu baygi bosqichi bek qizg'in ve sağlam, naytı gongping
elip berildi deb shunday jazmlashtirma sababi Shinjanxo efendim bizning nazoratchimiz her qaysi jihatlardan shunday 공平不公平 neylung cenkang bu cenkang qatarlıq nurg'un taraflarga chetiladigan masalalarda akimiz bizga yana yetakchi bo'lib burunqi rahbarimiz hozirmi yana bizga ustoz mush yosh bolalarning mush taraflardagi ishlardan chataq chiqib qolmasa men billa deb mishada biz o'la o'tog'imdan men intayin xo'sh aka bu yerda mushu shuni apandimga yana bir qatam rahmat aytamiz yana birisi ustozlar agarchi har birisining qo'lida 16 boladan 8 ni qoladigan mushunda bir bosqichdagi baygiga tushgan bo'lsa o'zining bolalarining ahvoliga intayin bak haqqoniy maydonda turib muomala qilish bilan bir vaqtda do'stlarining yoki boshqa ma'lumlarning o'quvchilarga nisbatan haqiqiy chin yurakdagi gapni va amaliyotni chiqish qilib baho berdi va tavsiya qildi. Bu bizningki shu ipak yo'li sadosi xush ovozlar saynasining boshdan tortib tutib kelayotgan prinsipi edi. Bu navbatdagi ustozlarmi yana shu burunqi ma'lumlarga o'xshash bu ishga intayin astoydil muomala qilyotdi va haqiqiy chin ko'ngildan kuyinib o'quvchilarni tarbiyalayotdi. Bu qatimqi natijalarmi yaxshi bizning nazarimizda. O'quvchilarmi rozi bo'ldi, ustozlarmi ko'ngillarini aytdi, ro'shan holda bu ishni tugatdik. Bizning umidimiz ustozlar o'tirib qo'ygan butun talablarni o'quvchilarimiz va ekran oldidagi yana qatnashmoqchi bo'lgan barliq savoddoshlar, bizga qo'shilmoqchi bo'lgan bolalar astoydil anglab tajriba hosil qilishlarini va keyingi musobaqalarda amaliylashtirish,larini umid qilamiz. Rahmat ustoz. Xo'sh, ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, naq maydondagi ustozlar, shuning bilan Ürümçi radyo televiziya stansı bilan Şinjan Buğra Madaniyat Taqti chekli sherikda birlikda uyushtirgan cho'ng tipki televiziya tor universal san'at programmasi 5-qarar pay video Ipak yo'li sadosining 2-bosqichi bayga mushada oxirlashdi. Programmamizning 3-bosqichida har bir ustozning texnik tayyorliqlar bilan maydonimizda hozir bo'lishini, shunaqla mahirlarimizning yanimi yangroq ovozni mana shu go'zal sahnamizda javlan qildirishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub, Kingsan programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Karvan varisi aman yeter dileke. İpek yolu sadası, sevginin yok cirası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası,